Hop, bismillah deb darsimizni boshlaymiz. Bugun uchinchi darsimiz. Pool app loyihasi. O'tgan darsimizda biz klient qismini qilganmiz, yakunlaganmiz deyarli. Bu darsimizdan boshlab backend qismlarini yozishni boshlaymiz. Backend qismini qanchadir qismini yozib bo'lgandan keyin uni integratsiyalarini qilib chiqamiz. Hop, bizda mana bu yerdan yangi folder yaratamiz. Bu yerga bu folderimizni server qismi bo'ladi bu bizning dasturimizni. Hop, cd server faylimizga kirib olamiz. Nimadir neto. Biz hozir klientning ichida ekanmiz. Klient terminalni o'chirib qaytadan yoqdim. Bu yerdan cd server qilsak, server folderning ichiga kiradi. Biz bu yerga express dasturimizni o'rnatishimiz kerak. Uning uchun npm init beradigan bo'lsak, ya'ni hammasini o'tkazib yuboradi. Mana bunday yozadigan bo'lsak, hop, biz bu yerga express.js ni kerakli loyihamiz uchun kerakli bo'lgan packajlarni o'rnatishimiz kerak. Buning uchun npm install hop express course kerak bo'ladi, uid kerak bo'ladi, agv ma'lumotlarni nima qilish uchun, validatsiya qilish uchun, format kerak bo'ladi va errorlarni handle qilish uchun. Hop, kerakli ma'lumotlarni o'rnatib oldik. Bu yerdan bu yer bizga kerak emas. Bu yerdan kerak bo'ladigan narsalar. Bu yerga biz package.json yozib olish kerak. Package.json emas, git ignore yozib olishimiz kerak, chunki GitHubga ma'lumotlarni push qilgan vaqtimizda juda ham ko'p keraksiz bo'lgan ma'lumotlar ketib qoladi. Shularni oldini olishimiz uchun bularni yozib olamiz. Menda bu yoqda boshqa ekran bor. Shu ekrandan ham ko'rib foydalanyapman. Mana bunday narsalarni joylab oladigan bo'lsak, bu yerda nimalarni ko'rsatyapti? Har xil folderlarni ko'rsatyapti, har xil fayllarni ko'rsatyapti. Keraksiz ma'lumotlarni, node moduluslarni ignore qilib yuboryapti bu yerda. Hop. Bu bizning Express loyihamizning ichki qismi. Hop, bu loyihamizni mana bu yerga start qilishimiz uchun biz start komandasi bo'ladi va bu bizda nima? Node komandasi bilan ishga tushadi. App.js asosiy loyihamiz va mana buni ishga tushiradi. Bu bizda odatda /src ni ichida bo'ladi. Bunga qarab, mana bu pastki qismini ham o'zgartirib qo'yamiz. Xo'p, asosiy faylimiz bu yerda app.js ligini aytib qo'yamiz. Keywordlar kerak emas. After kim afterligini yozib qo'ysa bo'ladi bu yerga. Misol uchun buni obyekt deb yozish ham mumkin. Misol uchun obyekt qilib name ni mana bu yerga aytaylik. Oybek Abdujabbor deb turib, emailini deb belgilab qo'yish mumkin. Turli xil shunga o'xshagan saytlarni ham belgilab ketish mumkin bo'ladi. Bu o'sha after haqidagi ma'lumotlarni o'zida nima turadi? Ushlab turadi. Misol uchun bunday qilib qo'yish ham mumkin ekan. Tushunarlimi? Hop. Keyingi etapda biz bu yerga src papkasini yaratib olamiz. Bunda bizga kerak bo'ladi servislar kerak bo'ladi. Turli xil servislarni yozib chiqamiz buning ichida klasslarda. Bu yerda middleware'lar kerak bo'ladi. Turli xil ma'lumotlarni, misol uchun avtorizatsiyalarni tekshirish uchun middleware'larimiz ishlaydi. Hop. Utilitlar bo'ladi. Bu bizda utilitlarda
utilitlarda bizda a, nimalar bo'ladi? Utilitlarda doimiy foydalaniladigan, qayta-qayta juda ham ko'p marta foydalaniladigan funksiyalar utilitlar ichida saqlanadi. Ovozim bormi? Siz shu yerdan qilib? Ha, shayda. Aha. Xo'p, undan keyin bizda row turlar bo'ladi. Routerlar turli xil endpointlar uchun routerlar yaratib olamiz va bizga kontrollerlar kerak bo'ladi. Kontroller, ya'ni routerdan kontrollerga o'tadi. Kontrollerdagi ishlar kontrollerdan servislarga o'tadi. Servislar kontrollerga qaytadi va o'sha kontrollerdan responslar orqaga qaytadi. Xo'p, biz bu yerga yozib olishimiz mumkin, yana SQL yozib olishimiz mumkin. Bu SQL ni ichida bizni mana bu baza danimiz mana shu yerga saqlanadi. Mana bunday qilib db qilib qo'yamiz yoki db qilib qo'ysak ham bo'ladi. Bu yerda bizni ma'lumotlarimiz saqlanadi. Xo'p, yana bizda bo'ladigani configlar bo'ladi. Bu configlar umumiy loyihani konfiguratsiyalarini o'zida nima qilib turadi, ushlab turadi. Xo'p, misol uchun aytaylik, config.js deydigan bo'lsak, bu configimiz bitta export modul exportida mana bunday qilib modullarni eksport qilishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p. Misol uchun aytaylik, bizda turli xil ma'lumotlar, baza danlar uchun ko'rsatilgan nimalar bor, konfiguratsiyalar bor. Misol biz mana bu yerda bitta environment yaratadigan bo'lsak, keyin buning ichiga npm install .env ni install qilib olamiz va bu .env imiz ichida bizning ma'lumotlarimiz shu yerda saqlansin. Misol uchun aytaylik, .env faylimiz bor. Bu yerdan nimalar saqlanardi? MySQL user aytaylik SQL user mana bunday turib, misol uchun root bo'lishi mumkin. Tenglik qo'yilardi bunda. Hop, MySQL passwordimiz va localhostimiz. Shuni mana shu yerdan biroq to'g'rilab ketamiz. Bizda bazamiz bor. Bazamizda misol uchun express.js qo'yganmiz. User, ya'ni user nomi. Buni passwordini ham shunaqa qo'yganmiz. Ya'ni express.js bo'lgan. Ikkalasi ham bir xilda bo'lgan. Hop, host kerak emas. O'zi host kerak bo'ladi. Hostimiz bizda serverning IP'si edi. Serverning IP'si qaysi bo'lgan bizda? Hop, hozir men tekshirib beraman. Serverning IP'sini serverning IP'si bizda mana bu bo'lgan. Sizlaringda bo'lsa, hop, va biz bunga login qiladigan bo'lsak, bizda pool app, ya'ni db nomi bo'lgan, nomi bor. Mana shu db ning nomini bu yerga import qilib qo'ygan ekanmiz qachondir. Hop, bu yerga database, bunga pool app yozib qo'yamiz. Hop, portlar kerak emas, o'zi 3306 mi? Qaysi portdan ishga 3306 ekan mana. Portdan ishga tushadi. Bu default port hisoblanadi. Agar o'zgartiradigan bo'lsa, keyin bu juda ham katta loyihalarda turli xil o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Shunday kerak bo'ladi. Boshqa hal kerak emas. Hop. Misol uchun bizda mana bu yerga yozib qo'yaylik. Kommentariya bilan MySQL database configuration. Hop, bu yog'iga esa
GVT secret keylarimiz bo'ladi. Misol uchun, ha, buni UID ni nimasidan olishimiz mumkin. Aytaylik, biz mana bu yerda bitta unique ID ni generatsiya qilib turib, mana shuni GVT uchun secret key sifatida foydalanishimiz mumkin bo'ladi. GVT secret access refresh tokenlar uchun ishlatiladi. Refresh uchun. Misol uchun refresh uchun bir xil bo'lmasligi kerak. Boshqa generatsiya qilamiz. Misol uchun mana bu qiymatni generatsiya qilib berdi bizga. Shu qiymatni mana bu yerga qo'yishimiz mumkin. Bu yerda ma'lumotlarda stringga o'rash shart emas, o'zi avtomatik holatda hech qanday bu bizga muammo keltirib chiqarmaydi agar mana bunday qo'yadigan bo'lsak. Tushunarlimi? Envy ichida. Lekin JavaScript dasturining ichida bularni albatta stringga o'rash kerak bo'ladi agarda bu mana bunday o'xshagan matnlar bo'ladigan bo'lsa. Xo'p. Bu yerda Telegram bot token bo'ladi. Bot tokenimiz, Telegram bot tokenimizni ham olib, bizda mana bu yerda botimiz bor edi. Shu botga mana bunday token bergan. Biz yana shunday narsa qilishimiz mumkin. Misol uchun, bot fazerdan botlarni olib, misol uchun yangi tokenlarni generatsiya qilib olishimiz mumkin. Misol aytaylik, kimlardir bizni tokenimizni biladi va biz tokenimizni o'zimizning botimizni yangilab olmoqchimiz tokenini. Mana shu yerdan yangi token generate qilishimiz mumkin bo'ladi. Va mana bunday holatda berib qo'yamiz. Xo'p, aytamiz bu yerda Telegram chat ID kerak emas. Xo'p, mana shu konfiguratsiyalarimizni configni ichiga olib kelishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni har bir joyda proxy env bilan emas, oddiygina ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, aytamiz DB database uchun misol uchun aytaylik, host, agar host mavjud bo'lmasa, bu local host beradi. Ya'ni DB host beryapti bu yerda. Aytaylik, bu bizda mana bunday holatda yozilishi kerak edi. Mana bunday holatda host, bu yerda user MySQL user yoki root bo'ladi. Bu default holatda. Agar kompyuterimizga MySQL server o'rnatadigan bo'lsak, bu default holatda parol va loginlar, paroli bo'lmaydi, username nima bo'ladi? Root bo'ladi. Shularga e'tibor qilish kerak. Xo'p. MySQL user, MySQL password, port kerak bo'lmaydi. Xo'p, database ni olamiz. To'g'ri yozilganmi? To'g'ri yozilgan. Host, password, user. Xo'p. Bu yog'iga esa mana bu yerga yozib qo'yishimiz mumkin. MySQL database configuration. Bu yog'iga esa Telegram yoki GVT secret key yozib qo'yishimiz mumkin. GVT ning ichida, misol uchun GVT access token uchun qaranglar, mana bunday qilib yozishimiz mumkin bo'ladi, qulayroq bo'lishi uchun. Accesslar uchun bo'ladi. Secret'i mana bunday. Xo'p, mana bunday qo'yamiz. Nima muammo bu yerda? Mana bunday qilsak, access ni mana secret key'i, access ni secret key'i bunday qo'yaylik. Access secret va buni misol uchun expiration bunda 1 soat bo'lsin yoki 15 daqiqa bo'lsin deb turib, bunga o'zi aslida kamroq vaqt beriladi, 15 minut berib qo'yiladi mana bunday qilib. O'zi aslida buni mana bunday qo'ysak ham bo'laveradi. Env ning ichidan emas, oddiy qilib berib qo'ysak bo'ladi. Bu yerda GVT ning ichida refresh ham xuddi shunday bo'ladi. GVT refresh secret qo'yib qo'yamiz. Ya'ni bu nimalar uchun bo'ladi? Refresh tokenlar uchun bo'ladi va bu 30 kun davom etadi. Xo'p. Bular bizda GVT uchun edi. Endi Telegram bot uchun, Telegram uchun tokenimiz, Telegram bot token.
ko'ramiz, ya'ni bir xil qiymatni qabul qilyapti. Xo'p, mana shuni biz istalgan joyda buni nima qilishimiz mumkin? Import qilib ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu nimalarimizni, konfiguratsiyalarimizni. Xo'p, aytaylik, bizda mana bu SQL ning ichida xo'p, nima bor? Connection JS ochaylik mana shu yerda. Connection.js. Bu connectionimiz ichida nimalar bo'ladi? Connectionimiz ichida MySQL ga bog'lanish uchun packagimiz bo'ladi. Ya'ni bu bizda MySQL ga bog'lanish uchun npm install mysql2 package bor. Hop, bu packageni install qilib olamiz. Hop, bu yerga chaqirib olamiz. MySQL require MySQL. Hop. Hop, mana bunday chaqirib oladigan bo'lsak, endi configimizni chaqirib olamiz. Configimiz, bu configimiz to'g'ri kelyaptimi bizga? Yo'q. Buni yo'lini, direktoriyasini ko'rsatib qo'yamiz. Config ning ichidan config.js ni olib kelamiz. Ko'ramiz, config.js kelyapti. Xo'p. Endi buning ichida biz nima qilishimiz mumkin? Mana bu SQL loyihalarimizni ko'radigan bo'lsak, aytaylik, Express.js loyihalarimizda, misol uchun mana bu loyihaning ichini ochamiz. Mana bu yerda o'sha nimamizni, ma'lumotlarimizni, bazamizni mana shu yerga chaqirgan ekanmiz. Shu orqali mana shunday konfiguratsiyani yozib olamiz. Xuddi shunday qilib. Hop. Mana ko'chiraylik. Deb yozib qo'yaman. Hop, bizda config ning ichidan hostni olib kelishimiz mumkin. Config tochka deganimizda db keladi. Buning ichidan hostni olishimiz mumkin bo'ladi. Config ning ichidan yo'q, bunday emas. Config .db .user config .db .password config .db .database wait for connections kutishlarni ta'minlaydi. Connection limit bir vaqtning o'zida 10 ta connectionni ta'minlaydi va queue limit 0 berib qo'ygan. Queue limit 0 bo'ladigan bo'lsa, bu doimiy nima qiladi? Dasturga ulanib turishligini ta'minlab beradi. Xo'p. Mana bunday qilib qo'yadigan bo'lsak, bizda konfiguratsiyamiz nima? Deyarli tayyor. Xo'p. Endi qolgan qismlari bizda config ichida .env ni chaqirib qo'yish kerak emasmi? Config ning yuqorisida .env ni chaqirib qo'ysak yaxshi. Mana bu yerda. Hop. O'zi asli buni biz nimani ichiga ham chaqirardik. App ni ichiga, lekin bu yerga chaqirsak ham bo'ladi. Require qilamiz. .env ni configini chaqirib qo'yamiz. Shunda mana bu env ni o'qishga ruxsat beradi. Mana bu env fayllarning ichini o'qishga ruxsat beradi. Mana bu chaqirib qo'yiladigan bo'lsa eng yuqorisiga. Buni bu yerga chaqirib qo'ysa ham bo'ladi, server.js ga chaqirib qo'ysa ham bo'ladi. Xo'p. Bu yerdan app.js faylimiz, app.jsimizni ham bu yerdan ko'rib olamiz. Bu yerda nima ishlatganligimizni. Buni ichiga .env ni chaqirdik oldin. Xo'p, bizga Express kerak bo'ladi. Oldingi loyihadan olyapman bu ma'lumotlarni. Course kerak bo'ladi. Course ni konfiglarini ham yozib olish mumkin. Mana bu yerga hozir mana bu config course ni konfiglarini yozib qo'yamiz. Xo'p. Konfiguratsiyamiz ichiga mana bunday qilamiz tagin. Course configuration bo'ladi. Xo'p. Nima qolib ketdi bu yerda? Mana bunday qilamiz tagin, mana bunday ko'chirib olib kelaman.
Xo'p, metodlar bizda mana bu metodlar page'ni ham qo'shib olamiz. Conditions true berib qo'yamiz. Conditions true da nimani cookie ma'lumotlarni yuborishni talab qiladi. Xo'p, mana buni qo'shadigan bo'lsak, bunda headerdagi content tab va authorizationga user tomonidan nima qiladi? Ruxsat beradi. Load headersda shularga ruxsat beradi. Hop, origin bu yoki bitta nima qiladi? Bitta domen qabul qilishi mumkin. Domen qabul qilishi mumkin yoki shu domenni list sifatida ham qabul qilishi mumkin bo'ladi. Misol uchun, mana bunday holatda. Tushunarlimi? Endi credentials yoqilganda, cookie'lar yoqilgan vaqtda albatta nima qilish kerak bo'ladi? Domenlarni ko'rsatib qo'yish kerak bo'ladi. Bu bizda course konfiguratsiyalarimiz. Hop, bu yoqdan yana davom etamiz. Portni olamiz. Port bizda Proxys Environment'dan port olamiz, ya'ni 8080 portini run qilamiz. Agar port mavjud bo'ladigan bo'lsa, bizni nimamizda Environment ichida portni olamiz. Aks holda 8080 default portdan nimamizni, loyihamizni start qilamiz. Xo'p, mana bu yerda biz cookie parser ham ishlatgan ekanmiz. Cookie parser bu cookie ma'lumotlarni parsing qilishga bizga yordam beradi. Bularni ham nima qilishimiz kerak? Yuklab olishimiz kerak. Xo'p. Bizda app bor. Mana bu yerdan app keladi. Configuration'ni olib kelamiz. Konfiguratsiyamiz ichidagi ma'lumotlar bizga bu yerda cookie'ga ma'lumotlarimizni berib olishimiz kerak. Shuning uchun bu yerga chaqirib olyapman. Xo'p. db kerak emas. Hop. app.use express JSON, ya'ni kelayotgan bodydan kelayotgan ma'lumotlarni nima qiladi? JSON holatda bizga ko'rsatib beradi. Hop, bu yerdan yana bizga kerak bo'lgan narsalar bizga app.use cookie parserni yuklab olishimiz kerak. app.use course'ni to'g'ridan-to'g'ri mana bunaqa berib olsak bo'ladi. config.course berib oladigan bo'lsak, config'ning ichiga xuddi shu ma'lumotlarimiz mana bu course'dagi ma'lumotlar nima tushadi? Mana shu obyekt sifatida mana bu yerga berilgan bo'ladi. Aks holda bularni nima qilib berish kerak bo'lardi? Mana bunday qilib berish kerak bo'lardi. Mana bunday qilib turib berish kerak bo'lardi. Bularni mana bunday qilib berib qo'ysak bo'ladi. app.use bu yerga mana bunday course'ni ichiga beramiz. Mana bunday qilib. Course beramiz va course'ning ichiga config'ning ichidagi course'ni berib olamiz parametr sifatida. Parametrlarini hammasini, ma'lumotlarini. Xo'p, bu ham bizda tayyor bo'ldi. Xo'p, bu yerda yana biz belgilashimiz kerak bo'lgan narsalar nimalar? Xo'p. Ko'ramiz. Eski loyihamizda start qilsak ham bo'lar ekan. Mana bu yerdan, xo'p. Bizga hech qanday routerlar yo'q. Hozir routerlarni import qilmaymiz. Shunchaki loyihamizni ishga tushirib, mana shu qismini tayyorlaymiz. Hop, app.listen deymiz. Port beramiz va bu yerga nima? Serverimiz qaysi portdan ishga tushganligini aytib qo'yamiz. Mana bunday qilib server is running deb berar ekanmiz. Mana ko'chirib olsam. Yopib qo'ysak, bu kerak emas. Xo'p, mana. Hop, port va funksiyamiz. Va mana bu yerga keyin bunday narsa qo'yib qo'yamiz. Mana bunday qilib. Hop, serverimizni bitta ishga tushirib ko'ramiz. npm rundev komandasi bilan ishga tushiradigan bo'lsak, bizda nima bo'ldi? app.js. Qaranglar, mana bu narsani qilgan ishimizni. Bu yog'iga log yozganimizda edi va buni berganimizda edi. Hammasi juda ham zo'r bo'lgan bo'lardi. Xo'p, endi nima muammo?
muammo mana bitta ko'payib ketdimi yoki mana bunday qilish kerak ekan. Ha. Xo'p, ko'ramiz mana bizning serverimiz nima bo'ldi? Ha, ishga tushdi. Ha, agarda hech qanday ma'lumotlar topilmaydigan bo'lsa, misol uchun mana bu yerga qo'yib qo'yishimiz ham mumkin mana bu narsani. app.use deb app.use buning ichidan request response alarni olamiz. Xo'p. Mana bu yerdan ko'chirib qo'ya qolamiz. Hech qanday stranitsa, hech qanday sahifalar topilmagan. Buni oldingi loyihalarimizda ham qilganmiz. Agar hech qanday routerlar topilmaydigan bo'lsa, nima deb qo'yishimiz mumkin? Return qilishimiz mumkin bo'ladi qandaydir nimani? Javobni. Return status 404 bilan ma'lumot berishimiz mumkin mana bunday holatda. Hop. Message bunda router mavjud emas deb aytamiz. Yana ham chiroyliroq qilamiz. Bunday turib bunday metod euro origin bunaqangi narsa nima qilinmadi, topilmadi deydi. Qachonki hech qanday router mavjud bo'lmaganda ishlaydi bu. Aytaylik, localhost Saxon ga kiradigan bo'lsak, bunday mana get request qilinyapti va avatar yoki qandaydir bitta router nima mavjud emasligi haqidagi messajni bu chiroyli formatda qaytarib beradi. Agar bunaqa narsani qo'ymaydigan bo'lsak, serverimiz nima bo'lib qoladi? Serverimiz загрузка qilib turaveradi. Yoki masalan, not.get mana bunday holatda chiqib qolar ekan. Buni o'rniga mana bunday qilib bunday narsa mavjud emas deganimiz yaxshiroq hisoblanadi. Tushunarlimi? Xo'p. Endi hop, bu yog'iga SQL'imiz connect bo'ldimi yo'qmi? SQL ni connection'ini tekshiramiz. SQL tak. Biz SQL'imiz bu yog'idan SQL ni connection'i mana bunday qiladigan bo'lsak, hop, pool ichidan get connection olishimiz mumkin ekan. Bu bizga callback, error ili connection nimalarni qaytarar ekan. Agar error bo'ladigan bo'lsa, connectionda xatolik yoki bo'lmasam muvaffaqiyatli ulanganligini ko'rsatib beradi. Buning uchun biz connectionni appga chaqirib qo'yishimiz kerak bo'ladi mana bu yuqori qismiga. Hop, mana bu chaqirsak ham bo'ladi. Require bo'ldi. .slash bit.slash qilsak bo'ladi. Bu yerdan SQL va connectionni chaqirib qo'yamiz. Hop, ko'ramiz. Bizda nima deyapti? Pool is not defined. Hop, pool bizda connection. Aslida mana bunday ekan. Pool emas, mana bunday ekan. Hop. Pool app Provise'dan chaqirish kerak emasmi? Tepadan MySQL'ni 2 yo'q, unaqa emas edi. Create pool. Tak, bizda nima muammo? Mana bu envimizni ichidan mana bu o'zgartirib ko'raylikmi? Hop, pool app emas, chunki remote connectionga ruxsat berilmagan bo'lishi mumkin-da nimadan serverdan. Shuning uchun buni boshqacha nomda nomlab ko'raylikchi. Bazamizda mana bu nomga o'zgartirib ko'ramiz va tekshiramiz. Yo'q. Yoki bizning serverimizni IP-sini to'g'ri bo'lishi ham mumkin.
Hop, memory bilan serverni tekshirib ko'raman hozir. Hmm. Post to'g'ri ekan. User express password ham bir xil express. Bazadani shu ekan. Xo'p, muammo nimada? Error connection. Yo'q, to'g'ri. Konfiglar olib kelinyapti. Hop. Full bilan connection qiladigan bo'lsa-chi, baribir hech qanday narsa o'zgarmaydi. Hop. Ha, bo'ldi. Hozir. Mana bunday qilib turib eksport qilar ekanmiz-da buni. Shunda muammo baribir tuzalmas ekan. Nimadan ko'rayinchi buni? ChatGPT. Dastur MySQL server nomlanishda kerak harakat qilmoqda ekan, degan hostname'ni, ya'ni server nomi topa olmadi. Nimaga topa olmaydi? Ha, to'xtangchi, bir narsani ko'raylikchi biz. Hop. Log config. Hostname nimaga bunaqa bo'ldi? Mana bizning configimiz. Mana bu yerda biz xato qilib ketdimizda. Mana bunday bo'lish kerak ekan. Ana, ko'rdinglarmi? Xato yozib ketgan ekanmiz-da. Bu yog'i bu app'midi? Mana connect bo'lyapti. Hop. Bu yerda nimalar qildik? Connection nomini to'g'ridan-to'g'ri connection qo'yib ketdik. MySQL promise'da emas, export qilayotgan vaqtimizda promise bilan export qildik bu narsani. Poolni ichidan get connection metodini chaqirib, u bizga nima qaytardi? Ma'lumotlar error ili connection bo'lishligini aytdi va bu yerdan agar mabodo errordan qandaydir ma'lumot kelsa, errorligini ko'rsatamiz va return qilamiz, ya'ni dasturni to'xtatamiz. Aks holda MySQLga muvaffaqiyatli nima qilganini, bog'langanligini mana bu yerdan ko'rsatib beramiz. Bu yerda ko'radigan bo'lsak, serverimiz ishga tushdi va MySQL databasega muvaffaqiyatli bog'langanligini aytayapti. Xo'p. Endi biz qilishimiz kerak bo'lgan narsalar. Routerlar yaratamiz. Routerlar. Xo'p, bizda routerlar bor. Routerlar folder va bu yerga aytamiz. Tak. aus.ter.jsx deyman, js. Xo'p. Bizning routerimiz. Xo'p, bu routerni nima deb nomlaymiz? Bizga kerak bo'ladi bu yog'idan kontrollerlar kerak bo'ladi. Bu yoq ichiga ham router.js deb nomlaymiz va servis kerak bo'ladi. .js. Xo'p, servisimiz ham bizda tayyor. Xo'p, routerimiz hamda validation folderimiz ham kerak bo'ladi. Biz tasdiqlash kodini Telegram botdan olamiz. Shuning uchun faqatgina bizda verify hamda logout routeri bo'ladi. Bu yog'iga
verification deb nomlaymiz va verificationda house.js faylimiz bor. Hop, kontrollerlarimiz, servislarimiz, routerlarimiz hammasi tayyor. Hop, birinchi servisdan boshlaylik. Servisimiz servis kelinglar mana bu yerga. Mana bu bizda eslaringda bo'lsa, utils response'larni yozib qo'ygandik oldindan. Shularni ham tayyor qaytadan yozib o'tirmaymiz, lekin o'sha avval yozib qo'yganlarimizni foydalansak bo'ladi. Hech qanday muammo bo'lmaydi. Eslaringda mana bunaqa servislar yozganimiz, response servislar, success created info, not found warninglar uchun Ha, esimizda. Hop. Warning. Error. Hop. Yaxshi. Hop, bu yog'ini o'chiramiz. Tak. Hop, servisning ichiga qani bizning servisimiz? Servisimiz ichiga kerak bo'ladigan ma'lumotlar nimalar kerak bo'ladi? Bizda SQL servislarimiz ham bor. Eslaringda bo'lsa, bularni ham yozganmiz. Hop, bularni ham men import qilib olaman bu yerga. Kimdir chiqib ketib qaytib kiryapti. Hop. Mana bu yerga SQL servis bu yerga emas. Mana bu yerga yozsak yaxshi. Qani biz doimiy qayta nima foydalaniladigan funksiyalar bular. Hop, mana bunday qilib yozamiz. Bu yerda nima bo'ldi? Connection ichidan poolni olib kelyapmiz. Connection ichidan hop, connectionimizni to'g'ri joylashtirib olamiz. /2./app beramiz. Hop, bu yoqdan qani biz SQLimiz hamda connection mana bunday. Bu yerda nima qilinyapti? Bu yerda hop, query bizning funksiyamiz. Agar qandaydir biz query beradigan bo'lsak, qandaydir misol uchun SQL buyruq yoki qanaqadir value'lar beradigan bo'lsak, shu ma'lumotlarni bizga querylar bajarib beradi. Yoki bo'lmasam mana bunday orqali, ya'ni biz aniq qiymat hamda SQL buyruqlarni berishimiz mumkin edi. Query hamda execute orqali nima qilishimiz mumkin edi? Ma'lumotlarni saqlashimiz mumkin edi, insert qilishimiz mumkin edi. Bu yoqda esa transaction bor. Transactionning ichidan biz begin transactionni olishimiz mumkin bo'ladi. Undan keyin begin transaction ichida ma'lumotlarni saqlashimiz, o'chirishimiz, shunga o'xshagan ma'lumotlar uchun querydan foydalanamiz va transactionni yopish uchun commitdan foydalanamiz. Agar transaksionni xatolar bo'ladigan bo'lsa, qaytarish uchun rollbackdan foydalanamiz. Agar transaksiya hammasi muvaffaqiyatli bo'ladigan bo'lsa, release qilib transaksionni yopishimiz mumkin bo'ladi. Rollback yoki commit qilingan holatda ham baribir ikkala holatda ham birinchi commit yoki rollback yozib turib, biz finallyda nimani chaqirib qo'yishimiz kerak bo'ladi? Release chaqirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Shunda transaksiya to'g'ri ishlayotgan bo'ladi. Hop, bu yerda query hamda execute. Hop. Yaxshi, bu yoq hammasi oldin o'rgangan narsalarimiz. Mana bu yerda dokumentatsiya qilib tashalgan. Tak, bu narsa bizga kerak emas. Faqatgina buni qayerga chaqiramiz? Router servisga chaqiramiz. Mana bu yerga. Const mysql deymiz keyin require qayerdan keladi bizga? Utils ichidan keladi. Utils ichidagi SQL helperdan ichidan keladi. Biz mana shunday buyruqlarni berishimiz mumkin bo'ladi keyinchalik. Hop. Klassimiz mana shuni xato yozib ketgan. O'zim nimadir neto mana shu dedi. Aus router bo'ladi. Aus servis bo'ladi. Mana bu yerdan hech qaysilaring e'tibor qilmadilaring. Aus bo'ladi.
Qaramadilar. Router qani? Routerimiz. Bu yoq to'g'ri. Servisimiz ichi House servisimiz. Hop, sync bu yog'iga verify bo'ladi. Bu yog'iga esa request ni olib kelib qo'yamiz. Request response ni olib kelib qo'ysak ham bo'ladi, hech qanday muammosiz. Endi bu yog'iga bu bizda mana bunday qilib yozib qo'ysak, house service deymiz degan bu yog'i metodi post bo'ladi hamda login API/house/verify bo'ladi. Xo'p, bu yog'i esa logout bo'ladi. Bunday qilib qo'ysak bo'ladi. Hop. Bu yoqdan buni eksport qilamiz. Module export new house service. Agar statik bo'ladigan bo'lsa, biz new qo'ymaymiz, shunchaki servis o'zini eksport qilamiz. Ya'ni ikki xil usulda eksport qilish bor edi klasslarimizda. Darslarimizda o'tganmiz bu narsani. Eslaringda bo'lmasa qaytarib ko'rib olinglar. Xo'p, kontrollerga o'tamiz. Kontrollerda bizda const response bo'ladi, ya'ni tools ichidan responslarimiz keladi. Tools ichidan response helperlar kelar ekan. Xo'p, bu yoqda esa house servisimiz keladi. Xo'p, house servisimiz ham to'g'ri ishlayapti. Bu ham to'g'ri ishlayapti. Xo'p, buni eksport qilamiz. House controllerimiz buni ichida ham house controller post verify bo'ladi. Tak, mana bunday qilib turaylik. Keyin house control logout uchun bo'ladi. Sinxron ishlaydi funksiyalarimiz logout. Xo'p, buni ham mana bunday qilib turaylik. Alohida tushuntirib yozamiz bularni. Va bu funksiyamizni ham klassimizni ham eksport qilamiz. Va router bo'ladi bizda. Express ichidan router funksiyasini chaqiramiz va bizda tayyor router bo'ladi. Xo'p, mana bu yerda biz house controllerni olib kelamiz. House controllerimiz bu yerga kelish kerak hamda house validation ni ham yozib olishimiz kerak edi. Xo'p, validation uchun ham biz helper yozganmiz, eslaringda bo'lsa oldin. Validation helperni ham bu yoqqa men chaqirib olaman. Bu narsalarni ya'ni noldan mana bunaqangi oldin qayta yozgan narsalarimizni noldan yozib o'tirmayman. Tayyorni olib joylab qo'yaman. Ya'ni hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Bularni hammasini tushuntirib, validatsiya funksiyalari darslarda tushuntirib berganman bu narsalarni. Bu yerda nimaga bunday errorlar, formatlar kelyapti, shularni hammasini o'tganmiz. Bu yoqdan esa bizda house validation.js bo'lar ekan mana bunday. Xo'p. Response helper bo'lardi adashmasam. Xo'p, bundan keyin mana olib kelamiz. Servisimiz, ya'ni check qiladigan funksiyamizni olib kelamiz. Mana buni. Validation helper. Ya'ni bu funksiyamiz. Bu yog'ida esa yana class house validation. Bu yog'ida esa house validation, ya'ni verify uchun sync verify bo'ladi. Bu yerda 3 ta parametr chaqiramiz. Request response next nimaga ishlatardik? Kim desida? Keyinga tartib o'tkazorish uchun tekshirib olgandan keyin. Xo'p, agar buni chaqirmaydigan bo'lsak, unda bu middleware bo'lmay qoladi. Ya'ni middleware'larda 3 ta parametr keladi, ya'ni request response indexlar.
Agar qandaydir xatoliklar bo'ladigan bo'lsa, response orqali mana shu yerda o'zi verify'ni o'zida, ya'ni mana shu funksiyani o'zida qolgan kontroller va servislarga o'tmasdan turib, xatolarni nima qilishimiz mumkin? Qaytarib yuborishimiz mumkin bo'ladi. Agar hammasi to'g'ri o'tib ketadigan bo'lsa, biz next bilan keyingi etapga o'tkazib yuborishimiz mumkin bo'ladi, keyingi qadamlarga. Shuning uchun 3 ta parametr nima qilamiz? Chaqiramiz har doim bu yerda. Xo'p, logout uchun sinxron yozamiz buni ham. Sxema hozircha kerak emas. Bunday qoldiramiz va buni ham nima qilamiz? Eksport qilamiz. Xo'p, routerga o'tamiz. Bu yerga esa controller validation. Xo'p, to'g'ri import qilingan, hammasi tekshirib olamiz. Hammasi to'g'ri import qilingan. Xo'p, router.post bilan verify beryapmiz, ya'ni verify, validation ichidan verify ni chaqiryapmiz, control ichidan verify ni chaqiryapmiz. Va bu yoqqa logout ni ham chaqirib qo'yamiz. Xo'p, bizda mana bu 3 ta holat nima bo'ldi? Tayyor bo'ldi. Mana bu 2 ta holat tayyor bo'ldi routerlarimiz. Xo'p. Tak, endi bularni nima qilamiz? Endi bularni app.js ga nima qilish kerak? Chaqirib qo'yish kerak. Oldinlari eslaringda bo'lsa, biz routerlarimiz, ya'ni bitta fayl ichida to'liq yozib chiqqanmiz. Endi alohida qilib mana bunday holatlarda ham yozib chiqishimiz mumkin ekan. Hech qanday farq qilmaydi, hech qanday o'zgarish qilmaydi bunday holatlarda. Xo'p, app.use orqali bularni hammasini chaqirib qo'yishimiz mumkin. Misol uchun, bu yog'iga boshidagi endpointni API /aus deb turib, mana bunday olib kelib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, to'g'ri keldimi bu o'zi? To'g'ri kelibdi ekan. Mana buni appni birinchiga olaylik-da, mana bunday qilib. Mana. Nima bo'ladi? API/aus bo'ladi. Undan keyin router ichidagi verify logoutlar buni davomiga tushib keladi. Avtomatik ravishda nima qilinadi? Bularni davomiga qo'yiladi. Tushunarlimi? Tushunarli. Xo'p. Bizda routerimiz tayyor. Funksiyamizni tekshiramiz. Bu yerda nima deyapti? Qandaydir handler function deyapti. Xo'p. Ko'ramiz, qayerdan kelyapti bu. Argument handler. Tak. Mana buni eksport qilmamizda. Mana. Ko'ramiz. Bizda mana bazaga ulandi, routerlarimiz hammasi nima bo'ldi? Tayyor ishladi. Xo'p. Bu yoqqa esa API-larimizni nima qilishimiz mumkin bo'ladi? Test qilishimiz mumkin bo'ladi API-larimizni. Xo'p, buning uchun biz Postmandan foydalanamiz. Postman menda yuqorida ekan. Tak, hozir bu yog'iga ochib olaman mana bu yerga. Mana bu yerga olib kelsak, bu workspace dan yangi workspace ochamiz. Mana bunday qilamiz. Bu yoqqa esa pull app deymiz. Faqatgina bu tak public qilaylikmi yoki
ichki yoki public qilib qo'ysak ham bo'ladi. Hech qanday muammosi yo'q buni. Create qilamiz. Yangi workspace ochib beradi bu. Xo'p, bu yoqdan esa yangi metodlarni yaratishimiz mumkin bo'ladi. Post metodi bo'ladi bizda. Xo'p, qaranglar, bizda localhost 8080 bor edi mana bu yerda. Bu bizda asosiy API sifatida base URL sifatida ishlaydi. Buni lokal bo'lganligi uchun lokal deb qo'yamiz. Joylaymiz slash IPC ham bor edi, esingizdan chiqmasin. Xo'p, chunki hammasida biz IP lardan foydalanamiz. Xo'p, ba'zan V1, V2 degan nimalar ham ketadi. Bu versiyalarga bog'liq bo'ladi bu narsa. Xo'p, lokalni chaqirib qo'ydik. Postga mana bu yerga bunday qiladigan bo'lsak, bizga lokal keladi slash aus slash verify. Shundaymi? Tekshirib ko'ramiz. Verify. Bu yog'i esa API aus slash verify. Xo'p, bu bizda body'da ravda qandaydir tasdiqlash kodini yuborish uchun kerak bo'ladi. Kod bor. Bu bizda 6 talik 123 456 6 talik tasdiqlash kodi. Xo'p, bunga biz nom berib olishimiz mumkin. Misol uchun aytaylik verify. Verify qilish uchun bu collection nomi aus deb qo'yamiz collectionimizni nomini. Hop, ko'radigan bo'lsak, bizda bitta collection yaratiladi. Bu yerda verify, buni aus bor, buni ichida verify bor. Bu post metodida. Hop. Biz buni body qismida nima jo'natyapmiz? Kod jo'natyapmiz hamda nima jo'natyapmiz? Mana shu endpoint jo'natyapmiz. Content type application JSON ketyapti. Hop. Bu yerdan biz yana keyingi nimani ham yaratib olishimiz mumkin. Bu bizda buni ham post belgilashimiz mumkin. Buni logout belgilashimiz mumkin va bu yerdan routerimizni o'zi allaqachon bizda tayyor bu narsa. Logout ham tayyor. Bunga faqatgina request jo'natsak bo'ldi. Hech qanday nima kerak emas bunga. Body'sida hech qanday ma'lumot jo'natmaymiz. Buni ham save qilib qo'yamiz. Ya'ni bizda ikkita API tayyor, faqatgina buni ichki qismlarini nima qilishimiz kerak, yozib chiqishimiz kerak. Hozir bu hech qanday ma'lumot qaytarmaydi. Bu hozir to'g'ridan-to'g'ri bizda validation ichida qolib ketdi. Shuni validation ichida qolib ketganligi uchun bu nima turibdi? Pending bo'lib turibdi. Agar biz buni ichini ochib turib, logda body'dan kelayotgan ma'lumot ko'radigan bo'lsak, bizda tasdiqlash kodi mana bu yerga kelayotgan bo'ladi. Ko'ramiz, tasdiqlash kodi mana bu yerga tushyapti ekan. Xo'p. Biz buni ichida nimalar yozishimiz mumkin? Checklar yozishimiz mumkin. Checklar yozishimiz mumkin. Qayermi? Schema yozishimiz mumkin. Bizga bu narsa kerak emas. Mana bu ham kerak emas. Bu yerga biz type'ni yozamiz birinchi o'rinda. Type object bo'lish kerak deydi. Va type'ni yozganimizdan keyin property'lar keladi. Property'larda bizda mana bu yerda kod bo'lish kerak va kodni o'zini xususiyatlari bor. Type'ni number deymiz. Number deymiz. Minimum 100,000, maksimum 999,000. Ya'ni nima? Bu mana shu formatda nima qiladi? Ma'lumot, raqam qabul qila oladi. Shu oralardagi raqamni qabul qilishga bu nima qiladi? Undaydi. Error message'da biz nima qilishimiz mumkin? Mana buni ichki qismida error message yozishimiz mumkin. Bu yerda yuborilayotgan ma'lumot albatta raqam bo'lishi kerak deb turib, type'ni validatsiya qo'shimiz kerak. Minimum agar kam raqam yuboradigan bo'lsa, ya'ni kod deyapti, nima bo'lishi kerak? Faqatgina 6 ta raqamdan, mana shu 6 ta raqamdan nima bo'lishi kerak? Katta yoki kichik bo'lishi kerak degan, ya'ni shunday bo'lishi kerakligini aytyapti. Xo'p.
Endi bu yog'ida require, ya'ni require bu talab qiladi, bu kodni talab qiladi. Additional properties bu qo'shimcha xususiyatlarni olib tashlaydi, agar ruxsat bermaydi va bu yog'iga ham yozib qo'yishimiz mumkin. Kod require qilinishligini aytamiz va qo'shimcha xususiyatlar berilmasligini aytamiz. Xo'p, va bu sxemamiz tayyor bizni. Sxemamizni try catch blogida mana bu yerda yozamiz. Validate, await, check funksiyasini ichiga berarmidik. Check funksiyasini ichiga sxemani beramiz va bodyni beramiz. Ya'ni datani bergin deb aytyapti mana bu yerda. Agar hech qanday, agar nimadir bo'lsa deymiz if validate qandaydir xatolik bo'ladigan bo'lsa, o'sha xatolikni nima qilishimiz kerak bo'ladi? Xatolikni qaytarishimiz kerak bo'ladi. Return response qilib turib, mana response ichidan nimani olamiz? Response.warning deb olamiz ekan, nimani? Yuqoridan kelayotgan responsni beramiz hamda validatedan chiqib kelayotgan xabarni berib olamiz. Bu ikkinchi parametr sifatida bu nima qabul qilardi? Message qabul qilardi. Mana deb ko'rayotgan bo'lsak, message qabul qilardi. Aks holda nima qilamiz? Next qilib o'tkazib yuboramiz. Aks holda next qilib o'tkazib yuboramiz. Tak. Agar xatolik ketadigan bo'lsa, xatolikni mana bunday qilib turib, error, qanaqa error bo'lganligini biz to'g'ridan to'g'ri aytmaymiz, lekin validate error bo'lganligini aytib qo'yamiz va error haqida hech qanday ma'lumot bermaymiz va mana bu yerga logni ham turlari bor. Error degan nimasini chaqirib errorni aytib qo'yamiz. Mana shunaqangi error bo'lganligini bildirib qo'yamiz. Xo'p. Odatda mana bunday qilsak chiroyliroq chiqardi. Return next qilamiz. Mayli, mana shuni ham qo'llaversin, hech narsa qilmaydi. Xo'p. Endi tekshiramiz. Hech qanday muammo yo'q. Agar biz bunga bitta ko'p raqam qo'shadigan bo'lsak, bu bizga nima deyapti? 6 ta bo'lish kerakligini aytayapti. Agarda bu string bo'ladigan bo'lsa, nima deydi? Har doim raqam bo'lishligini ta'minlaydi bu. Tushunarlimi? Xo'p, mana bunday qiladigan bo'lsak, mana 6 taligini nima qilyapti? Aytayapti. Agar bitta kam bo'ladigan bo'lsa ham, bu bizni servis boshqa qismlarga nima qilmaydi? O'tkazmaydi. Xo'p, hozirgi holatda bu kontrollerga tushyapti. Kontrollerimizni ichidan ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerdan aytaylik, verify deb yozadigan bo'lsak, qaranglar. Bitta jo'natamiz. Bu bizga verify ni ko'rsatyapti. Xo'p, bizda servis bor, ya'ni out servisimiz bor. Bu servisimizning ichidan bizga status qaytadi. Status, chunki biz responslarimiz ichida servislarimiz bor, statuslarimiz bor, ya'ni success, created, info, shunga o'xshagan har xil statuslar bor. Mana shu statuslarni mana shuga olib kelamiz. Qaranglar, mana bunday chiqaramiz bu narsani. Const result, ya'ni bu our service ichidan verify ni ichidan chiqib kelyapti bu. Verify bor, request response ni ichkariga kirityapti bu. Verify ni ichiga servis qismiga va resultdan bizga mana bu ma'lumotlar qaytadi har doim. Ya'ni const deymiz degan status, message hamda data. Status, message hamda data. Buni message demamiz qisqaroq yozishimiz mumkin va biz nima deyishimiz mumkin bo'ladi? Response ichidan funksiyani chaqirishimiz uchun mana bunday qilib beramiz. Ya'ni funksiyasini to'g'ridan to'g'ri chaqirib beradi. Status deymiz va bu yoqda funksiyani ichiga parametrlar kiritamiz. Response, ya'ni userga ma'lumot qaytib borish uchun, hamda message, hamda data. Qandaydir success bo'lgan yoki bo'lmaganligi haqidagi ma'lumot. Mana bu yerga return qilib qo'ysak ham yaxshi bo'ladi. Xo'p, qaranglar. Mana bunday holatda bizni kontroller qismimiz nima qiladi? O'zini ishini bajaradi shunda. Har doim to'g'ri bajaradi. Xo'p, out servisimiz ichida nimalar bor? Xo'p, verify ga qaraymiz. Verify ni ichiga
Mana bu yerga yozishimiz mumkin. Log deymiz, verify va bodydan kelayotgan ma'lumot. Bodydan kelayotgan ma'lumot. Bunday tasdiqlash kodi bormi, yo'qmi? Bu narsani tekshirib olamiz. Hop, ko'radigan bo'lsak, bu bizda xatolik qaytaryapti bu. Chunki biz mana nima qilishimiz kerak? Xatoligini sababi mana bu yerga biz try catch blogi qo'ymaganmiz. Try catch blogini qo'ymaganligimiz uchun bu xatolarni обработка qila olmayapti. Try catch blogini qo'yamiz. Try catchning ichiga ma'lumotlarimizni joylaymiz. Blokning ichida esa konsolda qanaqangi error bo'lganligi va userga qanaqangi error bo'lib qolganligi haqidagi nimani xabarni jo'natib qo'yamiz userga. Bunday qilib turib, messajni mana bunga parametr, ikkinchi parametr sifatida bunday qilib beradigan bo'lsak, chiroyli qilib, hop, dars o'tyapman. Hop. Ko'radigan bo'lsak, mana bizga mana bunday xatolik borligini aytyapti mana. Errorda. Ko'rasizlarmi? Inner datada null kelyapti. Inner datada. Mana bu yerda error qanaqa errorligini ham aytyapti mana. Tushunarlimi? Xo'p. Mana buni ichidan errorni olib tashlasak ham bo'lar ekan mana bu yerga. Mana bunday qilib turib. Qolaversin, hech narsa qilmaydi. Hop, ko'ryapsizlar, mana bu yerda xatolarni обработка qila olyapti. Endi servisimiz ichida bu har doim mana bunday narsa qaytarish kerak. Return status success verification ya'ni messajimiz hamda datamiz. Shunga o'xshagan ma'lumot har doim qaytarish kerak. Shunda bu nima qiladi? To'g'ri ishlayotganligini bildiradi. Xo'p, endi biz botga integratsiya qilamiz. Avtorizatsiya qismini dedik. Bot orqali tasdiqlash kodi oladi. Bunda misol uchun kimda Telegram bot bo'ladigan bo'lsa, shu Telegram botdan nima qilish mumkin? Tasdiqlash kodini oladi va bu yerga yuboradi. Xo'p, bizning bazamiz bor. Bazamizni men mana bunday qilib oldindan install qilib tayyor qo'yganman. Ko'radigan bo'lsak, mana bunday 4 ta ma'lumotlar bor. Keyin buni sal boshqacha usulni o'rgataman. To'g'risi men o'zim oldin bunaqa usuldan foydalanmaganman, lekin yaxshi narsa ekan. Xo'p. SQLning ichida initialize funksiyasini yozishimiz mumkin ekan. Mana bunday qilib o'zi avtomatik holatda ma'lumotlardan nima qilar ekan, yuklab beradi. Xo'p, bizga kerak bo'lar ekan fs и pas modullari, chunki ma'lumotlarni o'qishga, yozishga yordam beradi bu narsa. Poolni bu yerga chaqirib olamiz. Bu bizda mana bu connection ichidan chiqib keladi. Hamda funksiyamiz. Xo'p, funksiyani vazifasi bizdagi mana bu db faylni o'qiydi mana bu yerda. Ya'ni SQL file path bu bizda db deydigan bo'lsak, mana shu db.sql yo'lini topib beradi. Read file sync bu biz oldin o'rganganmiz bu narsani. Bu nima qilib beradi? Fayllarni o'qib beradi. Shu o'qilgan mana bu SQL ni ichida turgan hamma fayllarni nima qiladi? O'qiydi degan bu query sifatida, ya'ni pool.query sifatida nima qiladi? Bazaga yozadi hammasini. Agar hammasi muvaffaqiyatli bo'ladigan bo'lsa, muvaffaqiyat yuklanganligini aytadi, aks holda xato chiqarganligini aytadi. Xo'p, ko'ramiz, bizda nima bo'ldi? Buni ishga tushiramiz. Funksiyamiz hali chaqirilmagan. Funksiyamizni init qilamiz. Xo'p. Muammo bo'ldimi? Bo'lmadimi? Bo'lmadi shekilli. Tak. Xo'p, buni appga chaqirib qo'yish kerak edi, appga. Buni appga chaqirib qo'yamiz hozir. Initialization. Tak. Mana bu yerga kelib turib connection emas. Mana shuni o'zini chaqirsak o'zi yaxshi bo'ladi shunda. Connection ham ishlaydi shunda.
Initialization. Hop, muammo, nimada muammo? Hop, bu yerda aytyaptiki, foreign key o'chirilgan. Hop. Muammoni tekshiramiz. SQLdan foreign keyni nol qilinyapti va foreign keyni yoqib qo'yilyapti. Hop. Time zone 0 ga tenglanyapti. Hop, set. ChatGPTga tashlaylikchi. Nima muammo qilyapti bu yerda? Tashlaymiz. Multiple streaming bu muhim. Hop, qo'shaylikchi buni. Mana bu o'tamiz. Connection. Ha, mana. Bir vaqtda ko'pgina buyruqlarni bajarish uchun kerak ekanda bu narsa. Qo'shimcha masalada RBSga bo'lish kerak. Bizda mavjud. Chaqirilgan joyingizda quyidagi sozlang. Mana shu bo'lish kerak ekanda. Multiple statements. Hop, endi ko'radigan bo'lsak, qaranglar, biz bazamizni bitta perezagusiya qilamiz. Mana bazamizni o'zi avtomatik ravishda nima qilib berdi? Yaratib berdi. Agar biz misol uchun hammasini o'chirib tashlaydigan bo'lsak, hamma yoqni o'chirib tashlaydigan bo'lsak, hech narsa qolmadi. Perezagusiya qilamiz va dasturimizni bitta restart qiladigan bo'lsak, nima qiladi? Avtomatik holatda ma'lumotlarni yana qaytadan yuklab beradi. Shuning uchun mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsalaring, create table deyilgan va nima? Buyruqda if not exist, ya'ni mavjud bo'lmagan vaqtda yaratgan, mavjud bo'lmaganda yaratgan degan buyruq qo'shib ketilgan. Shuning uchun bu ikkinchi marta nima qilmaydi? Ma'lumotlarni yaratmaydi. Tushunarlimi? Ha, tushunarli. Hop, qolganlar qani? Qolganlar. Ishladamizlar? Ha, shu yerda. Hop. Bu bizda bazani ko'rinishi. Hop, mana shu bazani ko'rinishini tak. Shuni qayerda yozib chiqqanmidim, bazani ko'rinishini allaqancha qilib. Shu yerga yangilik qo'yish kerak. Hop. Endi endi bizda dasturimiz ishlagan vaqtida botni ham mana shu backendni ichiga integratsiya qilib olishimiz mumkin bo'ladi. Bot faylimizni. Hop, mana bu yerdan bitta yozishimiz mumkin. Bot bizda faqat tasdiqlash kodini olish uchun ishlatiladi. Shuning uchun unaqangi ko'p funksional qismlari bo'lmaydi. Faqatgina bot.js deb qo'yamiz bu narsani. Va bu yerga biz
nima funksiyadan foydalanishimiz kerak. Mana bu funksiyadan tak cd server npm install node telegram bot API dan foydalanishimiz kerak. Node telegram bot API. Hop, bunu ochamiz. Narsani require qilamiz. Mana bu narsani tak config teng require config ichidan config ni olib kelamiz. Hamda bizga token kerak bo'ladi. Tokenimiz mana bu yerdan chiqadi. Config ni ichidan nuqta desak bizda Telegram nuqta desak ichidan token keladi. Hop. Tak. Botimizni start qilamiz. Hop, bu bizda start uchun emas, start uchun bot.onTextStart qachon start komandasi kelganda nimadir deb qaytarib yuboramiz. Mana oddiygina ma'lumot bo'lsin. Lekin qaranglar, bu narsani biz mana bunday qilamiz. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri hozir bu bizda ishlamaydi. Buni ishlatishimiz uchun botni eksport qilishimiz kerak. Botni eksport qilamiz va app.js ga chaqirib olamiz bu narsani. Va mana bu yerdan oddiy mana bunday qilib qo'ygan bo'lsak, require qilamiz, lekin ./bot deydigan bo'lsak, botimiz ham ishga tushadi. Misol uchun mana bu yerga yozib qo'yishimiz mumkin. Logga Telegram bot nima bo'ldi? Ishga tushdi deb qo'yishimiz mumkin. Telegram botimiz ham nima bo'ldi? Ishga tushdi. Xo'p, agar biz hozir botga start komandasini beradigan bo'lsak, qandaydir ma'lumotlar qaytaradi. Misol uchun, bunday start qiladigan bo'lsak, mana botga xush kelibsiz deyapti. Biz botdan telefon raqamini so'raydigan qilishimiz kerak, telefon raqamini. Hop, buning uchun mana bunday funksiya yozishimiz kerak ekan. Tak. Message hozir hop request contact qilishimiz kerak ekanda, mana bunday qilib. Hop,
mana bu ishga tushgan vaqtida va bu esga tushgan vaqtida aytaylik, mana bunday qilishimiz mumkin ekan. Tak. Message va optionga hop reply markup berib, tak. Mana o'chiramiz. Tak. Textga get verification code deb turib, bu yog'iga callback tak request kontaktni true beradigan bo'lsak, hop endi tekshirib ko'ramiz. Resize keyboard to'g'ri turishi uchun hop qaytadan start beramiz va get verification code bizda inline keyboard va mana kontaktni so'rayapti. Buni jo'natamiz. Jo'natgan vaqtimizda telefon raqami jo'nab ketyapti. Bu narsani endi bu yoqdan nima qilishimiz kerak? Botdan handle qilib olishimiz kerak bo'ladi. Hop, bot.message on contact va callback message'dan hop mana bu yerdan ko'ramiz. Bunday qilaylik. Const message teng bunday turib qaytarib yubormasak, return qilib bu to'xtab qotib qoladi bo'lmasa. Log deb turib kontaktni yoki messageni ko'radigan bo'lsak, bizga kelayotgan kontaktni ko'ramiz va mana shu yerda bitta narsa bor. Message beramiz hamda mana buni mana bu qo'yib qo'yamiz. Hop, qaranglar. User nimasini kontaktini yuborgandan keyin userda mayda obyektlari, ma'lumotlari ko'rinadi. Ya'ni nima qilayotganligi, kim jo'natayotganligi hamda kontaktda telefon raqami va bu kimligi va mana bu user ID'si bor. Bunda shunday narsa bor. Agar boshqa bir user kimnidir kontaktini jo'natib oladigan bo'lsa ham, bu kontaktni handle qiladi. Shunda user haqiqiy o'zini kontaktini jo'natayotganligini tekshirish uchun from ichidagi ID bilan yuborayotgan kontaktning ichidagi user ID'ni nima qilish kerak bo'ladi? Bir-biriga tekshirish kerak bo'ladi. Buning uchun bunday qilamiz. Funksiya yozamiz. Ya'ni user ID user ID. Ya'ni mana bu narsani shart qo'yaylik-da. If deymiz, message ichidagi from ichidagi ID'si ID teng bo'lish kerak kontakt ichidagi user ID'ga. Ya'ni teng bo'ladigan bo'lsa, shunda to'g'ri ishlasin. Aks holda bu yoqda biz nima qilishimiz kerak bo'ladi? O'zini telefon raqamini jo'natishini so'raymiz userdan. Xo'p, mana bunday ko'ramiz. Get verification code qilamiz. Ko'ramiz, ya'ni mana shunday holatda, ya'ni verifikatsiyani o'tdingiz deyapti, lekin ma'lumotlarni biz bazaga yozishimiz kerak. Xo'p, tasdiqlash kodini yuborishimiz uchun biz const deymiz. Crypto kerak bo'ladi bizga. Crypto ichidan rand int metodini chaqiramiz. Xo'p, mana bu yerda const code random bytes emas. Bizga rand int kerak bo'ladi. Xo'p, 100 mingdan 999 minggacha bo'lgan raqam generatsiya qilsin. Hamda mana bu yerga qo'shib qo'ysin. Xo'p, endi tasdiqlash kodini yuboradigan bo'lsak, ko'ryapmiz, mana bizga tasdiqlash kodini beryapti. Xo'p, buni bitta mana bunday narsasi ham bor edi.
Xo'p, mana bunday qilaylik. Hozir men topib olsam sizga ko'rsataman. Ajoyib narsa bor edi bitta. SRC tak. Mana topdim. Mana bunday qiladigan bo'lsak, zo'r narsa chiqadi. Spoiler qo'yadigan bo'lsak, qarab turinglar. Tashlash kodini so'raymiz. Tashlash kodini beradi va bunda biz persmode html persmode yozishimiz kerak ekan-da. Xo'p, shunda Telegram buni mana bunday holatda o'qiydi. Virgul qo'yamiz. Bunday turib persmode html deb qo'yamiz. Xo'p, bunday o'tib turib mana bunday. Yashirin bo'lib qolibdi kodi. Tushunarlimi? Ha, tushunarli. Endi Xo'p, biz bu ma'lumotni nima qilib qo'yishimiz kerak? Bazaga yozib qo'yishimiz kerak. Ya'ni mana bu kodni user bormi, yo'qmi, bu narsalarni tekshirishimiz kerak. Xo'p, darsimiz o'zi 1,5 soat, 1 soat 22 minut o'tdi ekan. Mana shu yerda to'xtatamiz. Keyingi darsda xudo xolisa verifikatsiyalarni tugatib, integratsiyalarni ham qilishga harakat qilamiz. Xo'p, asosiy qilinadigan ishlar backendda mana bu folder strukturalarini yozib oldik. Fayllarimiz. Ko'rasizlar, bularning hammasini men GitHubga chiqarib qo'yaman, push qilib yuboraman. Xo'p. Git add, git commit. Bugun 3-chi darsimiz va git push desam push bo'lib ketadi bu. Xo'p. Bugungi mavzuyimiz shu edi. Savollar bo'lsa bemalol, bo'lmasa men o'zimga yozasizlar. Repozitoriyani o'zlaringga klon qo'yinglar. Repozitoriyamiz bizda public bo'lsa kerak, adashmasam. Kelinglar yana bitta ish qilib qo'yamiz. Mana shu dars oxirida klient qismini deploy qilib qo'yamiz. Deploy qilib ishga tushirib qo'yamiz. Yo'q, keyingi darsga qilar ekanmiz. Bu darsga emas. Xo'p. Ko'rgan bo'lsak, hozirgina mana server folder ishga tushdi, 3-chi dars. Buning ichida biz bugun yozgan kodlarimizni hammasini ko'rishimiz mumkin. Tushunarlimi? Ha, tushunarli. Xo'p, mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mayli, xo'p, rahmat. Rahmat.